alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan geografik axborot tizimlarida amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun zarur bo'lgan ArcGIS 10.8 versiyali dasturiy ta'minotini o'z shaxsiy kompyuterimizga qanday qilib o'rnatish kerakligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizlar Telegram kanaldan aynan 10.8 versiyasini yoki 10.6.1 versiyasini yuklab olamiz. Ikkala dastur ham bir xil o'rnatiladi. Ikkala dasturda ham dasturiy, ya'ni talablari, tizim talablari bir xil holatda bo'ladi. 10.8 versiyasi yengilroq bo'lganligi uchun aynan 10.8 versiyasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun birinchi navbatda Telegram gruppadan 10.8 versiyasini yuklab olamiz va o'z ish stolimizga saqlab qo'yamiz. Shundan so'ng bizlar aynan shu dastur bizning kompyuterimiz tizim talablariga mos keladimi yoki kelmaydimi shuni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizlar Google ga kiramiz. Google ga kirganimizdan so'ng bu yoqqa yozamiz ArcGIS 10.8 System Requirements, ya'ni tizim talablari chiqadi. Bosamiz va Esri saytiga kiramiz. Saytga kirganimizdan so'ng bizda mana ArcGIS Desktop 10.8.x, ya'ni 10.8.1, 2, 3 turli xil versiyalari bor va tizim talablari bu yerda mana yozib qo'yilgan tizim talablari. Endi pastroqqa tushganimizda bizda birinchi navbatda operatsion tizimlarni berib o'tgan. Bunda bizda Windows 11, ya'ni Home yoki Pro versiyasi yoki Enterprise versiyasi yoki Windows 10 Home, Pro va Enterprise versiyalariga o'rnatsak bo'ladi. Bundan tashqari pastroqqa tushganimizda bizda aynan dasturiy ta'minot uchun zarur bo'lgan, ya'ni protsessor, video kartamiz, bundan tashqari operativ xotiramiz bu bo'yicha talablarni keltirib o'tgan. Xo'p, birinchi navbatda bizda bu yerda CPU speed, ya'ni bizani protsessorimizni ishlash tezligi to'g'risida talab qo'yapti bu yerda. Ya'ni minimalniy talab 2.2 Hz beryapti. Hyper-threading yoki multi-core recommended, ya'ni minimalniy bizda 2.2 Hz bo'lishi mumkin yoki multiyadrni kompyuter bo'lsa yaxshiroq, tezroq ishlaydi deb bu yerda beryapti. Aynan bizning kompyuterimizni texnik talabi bunga mos kelishi yoki kelmasligini biz quyidagi yo'l bilan bilishimiz mumkin. Buning uchun bizda odatda doim qo'llaydigan bir funksiyamiz bor kompyuterda, ya'ni Ctrl Alt Delete knopkasini bossak bizda dispetcher zadash degan oyna ochiladi. Va buni ochganimizdan so'ng mana oyna ko'rinadi bizda. Ochganimizdan so'ng biz производительностьga tushamiz. Ana shu yerda bizda CPU, ya'ni sentralniy protsessor buyrug'i chiqadi va bunda biz ko'rishimiz mumkinki, mana ya'ni talab bizda 2.2 Hz da bu minimalniy so'ralgan talab. Ana endi biz CPU'mizni ko'ramiz. Bizda bazaviy, ya'ni protsessorimiz bazaviy qo'llab-quvvatlashi bizda 2.3 Hz ga tashkil qilyapti. Ya'ni bizda 2.3 Hz dan boshlanyapti. Bu degani 2.2 undan pastini to'liq qoplaydi. Va bizda hozirgi holatda kompyuterimiz ishlashida protsessorimiz 3.4 Hz beryapti. Bu bemalol bu dastur foydalanish uchun yetadi. Ana undan keyin platformani so'rayapti. Platforma bizda x86 tali yoki x64 tali bo'lsa to'g'ri keladi deyapti. Ana endi bizda hozirgi kunda barcha noutbuklarimizda Windows programmasini o'rnatayotganda x64 platformada o'rnatiladi. x86 da bir necha yillar oldin qo'llanilardi, faqat uni Windows dastur programmasini, ya'ni o'rnatayotganimizda kompyuterimizda asosan uyda, ya'ni домашний o'zimizda sistemniy blok o'rnatiladigan bor edi-ku, sistemniy blok, monitor alohida yig'ilgan.
Personal kompyuterga asosan x86 versiyasi o'rnatiladi Windows'da. Lekin barcha noutbuklarga hozirgi kunda mana bularga ham x64 versiyasi o'rnatilyapti. Mana endi buni ko'rib olishimizning yo'li, buni mo'y kompyuterga kiramiz. Svойствоga kirganimizda bizada umumiy ochiladi va bizada umumiy sistema to'g'risida ma'lumot beradi. Protsessor, operativ xotira, video karta, video adapteri xotirasi, umumiy kompyuter xotirasi qancha va protsessor, operativ xotira hammasini pastda berayotganda tagida tip sistema, ya'ni sistema turida 64 razryadli operatsion sistema, ya'ni protsessor x64 degan yozuv turadi. Bu barcha noutbuklarda bor. Aynan shu joyda mo'y kompyuterga kirganingizda svойствоga bosganingizda bu joyni ochib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, demak, buni ko'rdik. Bu dasturiy ta'minot bizda qo'llab-quvvatlanyapti, ya'ni x64 platformada turibdi. Ana undan keyin memory and RAM. Bizda xotira, operativ xotira dasturda, ya'ni kompyuterimizning ishlashida eng ko'p zarur bo'ladigan muhim faktorlardan bittasi hisoblanadi. Sababi operativ xotira qanchalik ko'p bo'lsa, bizga shuncha yaxshi. Sabab ishlash tizimi, ya'ni dasturiy ta'minotimiz ishlashi tezroq bo'ladi. Shuning uchun bu yerda minimalniy bizda 4 GB beryapti. Recommended beryapti 8 GB or higher, ya'ni 8 GB yoki undan ko'p bo'lsin deb bu talab qo'yapti. Va ArcGlobe may require 8 GB minimum when used, ya'ni ArcGlobe modulini o'zi ishlayotganda talab qilishi mumkin 8 GB minimalniy deyapti. Qachonki qo'llayotganingizda. Endi ArcGlobe modulini odatda qo'llaymiz, lekin juda kam, aynan shu mavzuga kelgan paytda. Ungacha asosan ArcMap, ArcCatalog modullarini qo'llaymiz. Va umumiy hisobda olib qaraganimizda bizda minimalniy 4 GB so'rayapti, o'zini talabi esa 8 GB yoki undan balandroq. Buni ham ko'rishimiz uchun biza yoki kirishimizga kerak dispetcher zadachka bo'yi kirgan ochganimizda bizda pamit degan joyi bor, ya'ni bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. 15 va 8 GB ko'rsatyapti, ya'ni 16 GB bor operativ xotira, bu yetadi. Yoki ikkinchi tomondan svойствоga kirganingizda sizlarda operativniy pamit degan yozuv bo'ladi va 16 GB deb yozib qo'yilgan. Endi sizlarda bo'lishi mumkin 8 GB, 16 GB, kimdadir 32 GB. Bu sizlarning kompyuteringizga bog'liq holatda. Yana shu narsani ta'kidlab o'tish kerakki, hurmatli talabalar, agar kimda misol uchun kompyuter bo'ladigan bo'lsa, sizlar o'zingizlarni o'sha kompyuterlardagi eski konfiguratsiya bo'yicha qarab chiqishingiz mumkin. Yoki misol uchun bor 5-6 yil oldin olingan noutbuklar bor, hali ham ishlatilayotgan ofis noutbuklari. Ularda operativ xotira odatda 2 GB dan 4 GB gacha bo'ladi. Unga sizlar qo'shimcha yana qo'ydirsanglar bo'ladi. Yoki shu o'zini operativ xotirasini o'zini kuchaytirsanglar bo'ladi. Yoki kimda agar noutbuki yo'q, ana endi ishlash uchun olmoqchi. Sababi bu yog'iga kompyuter texnologiyasi rivojlanyapti. Nafaqat IT ga, balki geodeziya, geografiyaga, kartografiya, kadastr sohalariga, umumiy gidrologiyaga, barchasiga, yer bilan oid bo'lgan fanlarga barchasiga kompyuter texnologiyasi kirib keldi va ko'pgina amaliy mashg'ulotlar bo'ladimi, bundan tashqari laboratoriya ishlarimi barchasi dasturiy ta'minot orqali bajariladi va har bitta talabada imkoni boricha kompyuter bo'lgani yaxshiroq. Va kompyuter olayotganingizda shu holatda olinglarki, sizlarda bitta dasturga emas, bir nechta dasturga mo'ljallab olishingiz kerak-da. Summasi qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin budjetdan kelib chiqqan holatda yaxshirog'ini olganingiz yaxshiroq. Ya'ni bir necha yilda foydalanasiz, to o'qishni bitirguningizgacha. Xo'p, olayotganingizda imkoni boricha operativ xotira 8 GB dan oshiqroq bo'lgani yaxshi. Demak, bu ham to'g'ri keladi. Ya'ni bizada kompyuterimiz xotirasi 16 GB turibdi. Talab minimalniy 4 GB, maksimalniy 8 yoki undan balandroq. Ana endi display properties, ya'ni svойства display deyapti. Bizada display xarakteristikasi degan bo'ladi. 20 bit, 24 bit color depth deyapti.
ya'ni har bitta pikselga 24 bit to'g'ri kelishi kerak. Bu bizda hozirgi kunda IPS barcha notebook monitorlarimizda qo'llab-quvvatlaydi bu narsani. Ana undan keyin screen resolution, ya'ni разрешение ekrani deyishadi. Bizda bu bizning monitorimizning разрешенияsi. Odatda Full HD bo'ladi, HD bo'ladi, bu yerda HD talab qilinyapti. Full HD emas, Full HD bo'lsa bundan ham yaxshi, sababi qancha ekran разрешенияsi yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, shuncha tasvirlar tiniqroq bo'ladi va 96 dpi so'rayapti. Kompyuterlar odatda 300 dpi atrofida bo'ladi. Xo'p, ana endi bundan keyin disk space so'rayapti. Disk space bu yerda sizlarda ya'ni qaysi diskka o'rnatayotgan bo'lsanglar, ana o'sha diskdagi xotira minimalni 4 GB, talab qilinyapti 6 GB yoki undan ko'proq. Sizlar buni qayerdan ko'rishinglar mumkin? Buni ko'rayotganingizda mo'y kompyuterga kirganingizda, mo'y kompyuterda sizlarda odatda yo bitta yoki ikkita yoki 3 ta disk turishi mumkin. Odatda 1, 2, 3 ta turishi mumkin. Sizlar bizda bilamizki, kompyuter barcha dasturlar o'rnatayotganda odatda C diskka o'rnatiladi. Va o'sha C diskda bizda joy ko'proq bo'lishi kerak. Mana bu yerda 95 GB joy bor hali. Ya'ni dasturni bemalol o'rnatsak yetadi. Kimlardadir bitta SSD'si bo'ladi-da, joyi kamroq bo'ladi va bu dasturni to'laqonli o'rnatishga keyinchalik ma'lumotlar bazasi bilan ishlayotgan paytda bemalol to'sqinliksiz, qotib qolishsiz ishlashga xalaqit qilishi mumkin. Shuning uchun talabnoma bu yerda beryapti. Minimalni 4 GB bo'lsin deyapti mana. Yoki talab qilinadiki 6 GB yoki undan ko'proq. Va keyingi eng asosiy muhim jihatlardan bittasi bu dastur o'rnatayotganda video yoki grafik adapter. Bu bizda video karta tushuniladi. Ya'ni bizda dasturni to'laqonli yaxshi ishlashimiz uchun ko'proq ma'lumotlar bazasidan foydalanishimiz, ma'lumotlarni ko'proq kirgizishimiz va keyinchalik bu dasturda ishlayotganimizda muammo bo'lmasligi yoki dastur otvormasligi uchun ish jarayonida bizda video adapter muhim rol o'ynaydi. Bu dasturimizda bizda 64 MB beryapti talab, minimalni talab, ya'ni video kartalar 64 MB bo'lsa bo'ladi. Yaxshi bo'lardiki 256 MB yoki undan ko'proq bo'lsa. Va beryaptiki Nvidia, AMD va Intel chiplari uchun bu yaxshiroq ishlaydi. Ya'ni bizda odatda kompyuter o'tganimizda protsessorimiz yo Intel yoki AMD bo'ladi va video kartamiz yoki AMD bo'ladi yoki Nvidia'niki bo'ladi. Bu yog'i GTX, RTX yana bo'linib ketaveradi. Va bu yerda grafik tezligimiz bizda 24 bit talab qo'yilyapti. Bu odatda bizda hozirgi kunda chiqayotgan barcha video adapterlarda, video kartalarda bizda 24 bitdan ko'proq kattaroq bo'ladi. 48 yoki 96 yoki ketaveradi. Va xotira 256 MB va undan yuqoriroq bo'lsin deb berilyapti. Bizda dispetcher zadashdan ochganimizda bu yerda xotirani ko'rishimiz mumkin. Odatda bu kompyuterda ikkita video karta bor. Birinchi o'ziniki встроенный, ya'ni protsessorni o'zi bilan o'rnatilgan video karta va qo'shimcha ikkinchi video kartamiz, ya'ni qo'shimcha o'rnatilgan video karta. Birinchisining o'zini xotirasi umumiy operativ xotiradan oladi, ya'ni yarmini. Bu yerda 8 GB beryapti, alohida ajratilgan. Mana 8 GB ajratilgan, lekin bundan to'liq foydalanmaydi. Maksimal oladigan bo'lsa 4 GB ola oladi. Aynan bu video adapter. Endi sizlarda protsessorlarga qarab odatda 2-1 GB gacha foydalanishi mumkin. Bunda ham operativ xotiradan oladi. Ana endi ikkinchi video karta ba'zi bir kompyuterlarda o'rnatilgan bo'ladi, ba'zilarida esa o'rnatilmagan bo'ladi. Shuning uchun bu video kartada bizda xotira 6 GB. Bu bizga talab qilinayotganga qaraganda yetarlicha hisoblanadi. Ikkala video kartadagi xotira, umumiy xotira esa bu yerda 8 GB berib turibdi. GTX 1660 Ti, ya'ni menda bu kompyuterda o'rnatilgan video karta uchun. Demak, to'liq talabnomalar bor, hammasini qo'llab-quvvatlayapti. Ana endi bu dasturni o'rnatishga kirishsak bo'ladi. Buning uchun avvaldan ustunovka qilganimizni biz zipdan ochib olishimiz kerak. Dasturga kiramiz, mineralga va
uni izlech qilib olamiz. Yana shu narsani e'tiborga olish kerakki, hurmatli talabalar, dasturiy ta'minot crack formatda bo'ladi, ya'ni litsenziyasiz. Ya'ni kaliti bor, crack formatda ishlatsanglar bo'ladi. Litsenziyaligi bo'lish uchun har yili Esri kompaniyasi tomonidan litsenziya alohida taqdim qilinadi va u pulli. Lekin o'quv jarayonlari uchun bizda litsenziyasidan foydalansak bo'ladi. Va buning uchun bizda crack formatligi bo'lganligi uchun internetimizda, ya'ni dasturimizni o'rnatayotgan paytda antivirusimizni o'chirib tashlamasligi uchun barcha biza защита, ya'ni antiviruslarimizni o'chirib turishimiz kerak. Buning uchun безопасность Windowsga kiramiz. Bunga qandoq kiriladi? Kirayotganimizda hech qancha bu tarafini bosganingizda Windows belgisiniki bor, o'z Defender'ga kiramiz. Kirganimizdan keyin защита от вирусов и угроз degan joyga kiramiz. Управление настройками degan joyi bor. Buni bosganinglar paytda bu yerda hammasi sizlarda yoqib turadi. Buni o'chirib qo'yasizlar, hammasini o'chirib qo'yasizlar. Mana o'chirib qo'ygandan keyin ishni davom ettirsak bo'ladi. Demak, papkaga kirganimizda bizda turadi. Activation degan joyi bor. Bu yerda bizda crackimiz turadi, ya'ni bitta fayl bor. Bu ustunovka qilgandan keyin foydalanamiz fayldan, bungacha foydalanmaymiz. Ikkinchi faylimiz, ya'ni ArcDisk Desktop, ya'ni 10.8 versiyasi bu yerda exe formatda turibdi va ustiga 2 marta bosamiz. Bu yoqda faqatgina next knopkasini bosib ketaveramiz. Bo'ldi. Dasturni o'rnatayotgan paytda bizda odatda video kartamizni ishlash tezligiga qarab bizda 20 minutgacha vaqt ketishi mumkin. 5 daqiqada bo'lishi mumkin, 10 daqiqada bo'lishi mumkin, 15 daqiqada bo'lishi mumkin, 20 daqiqagacha vaqt ketib qoladi. Bu video kartani kuchiga qarab. Hop, I accept the master agreement, ya'ni rozilik bildiramiz o'rnatishga. Hop, next bosaveramiz. Complete bosamiz, ya'ni odatiy holda custom bosmaymiz. Complete umumiy bizda barcha modullarni o'zi o'rnatib beradi. Hop, papka o'zi tanlab beradi. Shuni chiqat joyiga bosmaymiz. Next tugmasini bosaveramiz. Python o'zi ustunovka qiladi. Bu yerda ham o'rnatib beradi. Next va install knopkasini bosamiz. Bo'ldi. Bu yog'iga faqatgina status to'lishini kutamiz. Bunga bir qanchadir vaqt ketadi. Mana bu yerda yozib qo'ygan, please wait while ArcDisk Desktop 10.8 installs. This may take several minutes. Ya'ni iltimos ArcDisk Desktop 10.8 ustunovka, ya'ni dastur o'rnatilishini kutib turing deyapti. Buning uchun ma'lum bir necha daqiqa ketishi mumkin deb ajratyapti. Demak, hurmatli talabalar, status to'liq to'lgandan keyin xuddi shunaqa, ya'ni has been successfully degan yozuv chiqadi. Dastur muvaffaqiyatli o'rnatildi degan yozuv. Xo'p, finish bosamiz. Bizga qaysini bu yerdan tanla deydi. Select a product deb so'raydi. Advanced, ya'ni concurrent use, ya'ni shuni o'zini tanlab qo'yamiz. Bizda OK bosamiz. Yana bir marta OK bosamiz. Bo'ldi. Bundan so'ng activationga kiramiz. Crackga kirib kopiya qilib olamiz faylimizni. Endi qayerga ustunovka qilgan bo'lsak, dasturimizni xuddi shu bo'limga tushamiz. Local diskga kirib, program files va mana ArcDisk papkamiz bor. Bunga kirib, desktop 10.8 ga kirganimizda fayllarimiz bor. Buning ichiga binga kiramiz. Binning ichida aynan xuddi shunaqa faylimiz bor mana. Buni o'rniga ustunovka hozir boyagi faylimizni saqlab qo'yamiz. Bu yoqda mana zaminit deb so'raydi. Xo'p, zaminit qilamiz. Продолжить qilamiz. Bo'ldi, tushdi. Biz crackni to'liq o'rnatib bo'ldik. Endi chiqib ketaversak bo'ladi. Bizda keyin pustga kirganimizda, mana pustga kirganimizda все degan joyga kiramiz, ya'ni to'liq programmani ochadi va ArcGIS mana 10.8 versiyasi modullar bilan o'rnatilgan bo'ladi. ArcCatalog, ArcGIS Administrator, ArcGIS Desktop, ArcGIS Desktop 10.8 Web Help, ArcGIS Document Defragmenter, ArcGlobe 10.8, ArcMap, ArcScan va qolgan modullari. Shu bilan
biza odatda buni tekshirib ko'rish uchun birinchi navbatda Arkatal dasturidan boshlaymiz har doim ishlashni va shu dasturni ochib ishlatib ko'ramiz. Agar dasturimiz to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, bizlarda hech qanaqa xatolik, so'rov joylari chiqib qolish kerak emas va shunaqa holatda Arkatal moduli bizda ochiladi. Shu bilan hurmatli talabalar, ArcGIS 10.18 versiyali dasturiy ta'minotni o'rnatish darsimiz o'z yakuniga yetdi. Barchalarga e'tiboringiz uchun rahmat.